Assalomu alaykum Isafiya bino bo'lachilari. 20 million so'mlik oshxona mebelimizni mana bitta ko'rib chiqamiz. Bu oshxona mebelimizni fasad qismi akril matrisdan bo'lgan. Minimalizm dizaynda ishlangan. Bu tomonlari shkaf. Pastlari. Buni mexanizmlarga keladigan bo'lsak, mexanizmlari original qo'yilgan. 80 ming marta ochilib yopilishga garantiya beriladi. Qulayliklarga keladigan bo'lsak, gaz panelni tagiga loshka qo'ygani. Bunisi ham, uchinchisi ham katta tortma. Buni yoniga kargo joylaganmiz. Texnikalarini uyda egalari o'zlari tanlab olib berishdi. Rakovinaning tepasiga bunaqa ajoyib stildagi sushilkani joylaganmiz. Podsvetkalari mana chiroyli chiqqan, xudo xolasa. Kuxning rangini uyga moslab o'zimiz tanlab chiroyli qilib berdik. Razmerlarga keladigan bo'lsak, 530 ga 290 razmerda bo'ldi. Kimga shunaqa oshxona mebellari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa sizlarga arzon narxlarda chiqarib beramiz.